Eron o'z tarixidagi eng yirik dafn marosimlaridan biriga tayyorgarlik ko'rmoqda. Butun mamlakat bo'ylab 35 milliongacha odam va faqat Tehronning o'zida 20 milliongacha odam qatnashishi kutilayotgan Oyatolloh Ali Xameneyning dafn marosimi 4-iyul kuni Tehronda boshlanadi. Qum shahrida davom etadi va 9-iyulgacha Mashhadda yakunlanadi. AQShdagi 10 qanot faollaridan biri bo'lgan Laura Loomer ijtimoiy tarmoqlarda Isroil mudofaa kuchlarini dafn marosimini bombardimon qilishga chaqirib, marosimni harbiy nishonga boy muhit deb atagan. Bu izohlardan so'ng Eron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga rasmiy shikoyat arizasi kiritgani hamda Rossiya ham bu tahdidlarni qoralagani aytilgan. Voqealar fonida AQSh maxfiy xizmatlari vositachilar orqali Isroil tomoni Eronning AQSh bilan olib borayotgan muzokaralardagi ikki markaziy shaxslar, Tashqi ishlar vaziri Aroqchi va parlament spikeri Bag'oiyga suiqasd uyushtirishidan ogohlantirishgani aytilgan. Tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi Isroil qiruvchi samolyotlari sulh e'lon qilinganidan keyin ham Eron havo hududiga kirgani aytiladi. AQSh esa endi boshlangan sulh to'xtashini hamda urush davom etishini istamaganligi hamda Isroilga beriladigan yordamlardan qat'iy nazar Isroilni tiyib tura olmasligini amalda ko'rsatib berdi. Ayni shu kabi tahdidlar va sog'lig'ining to'liq tiklanmaganligi sabab qilib ko'rsatilgan holda marhum rahbarning o'g'li, hozirgi Eron rahnamosi Mojtaba Xamenei dafn marosimida qatnashmasligi e'lon qilingan. Sizningcha sulh amaldami yoki birozdan so'ng urush yana qayta avj oladimi?